Salom do'stlar, kanaliga xush kelibsiz. Kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Instagramdagi trend video roliklarni tomosha qilamiz. Videoga like bosib qo'yishni unutmang. Yani uchun chiqadi. Tushunyapsizlar? Yana bitta narsa aytayim sizlarga. Sizlar har doim mana xohlagan joylarga qarab turasizlar-ku. Hozir ozgina ofto'da keyin. Bir minut shuni ichini bitib ko'raylik. Ozgina hop. Sanga qaytga Do'stlar, Angliya Premyer Ligasida 2025-26 YouTube akkauntim o'chib ketib qoldi. 40 ming obunachisi bor va oyiga salkam menga 20 ming dollar foyda olib kelayotgan. Bu bilan sinib qolish yo'q do'stlar. Yangi YouTube loyiha boshlamoqchiman. Yangi YouTube Jan ursin hammasini. To'g'ri. Otang kambag'aldir. Lekin aytchi. Qachon kimdandir kam joying bo'ldi? Yoki qaysirdamda ko'chaga yirtiq deyman. Qara, odamlar 500 ming dollarga uy olyapti. Biz-chi? Bu ketishda qachon shuncha pul topamiz? Hayot bizni tarafga ham qachon qarayar ekan? Shuncha pul topmasangizchi? Nima deganing bu? Rostdan ham. Pul muhim emas, birinchi o'rin sog'liq. Boy bo'lib ketmasangizchi? Hayotingiz bekorga o'tib ketgan bo'ladimi? Qara, odamlar 500 ming dollarga uy olyapti. Biz-chi? Sen aslida kimsan? Seni hech kim ko'rmayotgan vaqtida sen meni dahshatli maxluq deb o'ylaysan. Sen haqsan. Cristiano Ronaldoning qaychi uslubidagi goli yodingizda bor. Ana shu uzatmani kim amalga oshirgan? Dani Carvajal kecha Madridning Real klubida Markaziy Osiyodan chiqqan Burak O'zchivit O'zbekistonda. Assalomu alaykum, xush geldiniz O'zbekiston'a. Aleykümselam, hoş bulduk. Çok memnun olduk. 3. defa geliyorsunuz Özbekistan'a. Özbek dilini öğrendiniz mi? Biraz olsa da. Valla zaten çok yakın dil birbirine. O yüzden yani anlıyoruz ama tabii ki biraz karıştırdığımız oluyor. Hangi sözleri biliyorsunuz Özbek dilinde? Aa, çok fazla, çok fazla. Çok fazla. Çok yakındır. Rahmet. Rahmet. Dün geldiniz. Evet, yeni geldik. Özbek yemeklerinden yediniz mi? Özbek pilavı yiyoruz diyorum. İstanbul'da da yiyoruz. Çok sevdiğimiz. En sevdiklerimden biri. Özbek filmlerinden teklif gelirse kabul eder misiniz? Tabii ki oynayabiliriz birlikte, yapabiliriz bir şeyler. Daha önce bir dizi çekilmişti Türkiye'de. Onu biliyorum. Hatta bizim sette çekilmişti. Neden olmasın? Yaparız. Ну и дела. 3-2. Какая игра? Какая игра? Что если вы выбрали другое времяпрепровождение? Что если вы променяли этот матч на свидание, а она даже не стала вашей женой? Тогда для чего все это было, если вы пропускаете так? Ertaga 25-may, hamma tabrik. Bilaman bir kun qaytib kelardir abob. Muhabbatim shums. Bu meni do'stim deding. Shu yerda xato qilib shunday. Men ahmoq odam bilan do'st bo'lmayman. Aytchi Merlin. Emaklab yurishni bilasanmi? Yo'q. O'rgataymi? Shart emas. Emaklashni ancha o'rganib oldingmi? Qochmasangchi. Sendanmi? Xudoga shukr, ahmoqliging yetmaganda kar ham deb o'ylagandim. To'xtang. Qo'yib yuboringlar. Bu tentak bo'lsa ham jasur ekan. Senda nimadir bor, Merlin. Lekin nimaligini tushunmadim. Endi tushunib yetdim. Senga avval hech qachon aytmagan gapimni aytaman. Rahmat.
Meni do'stim deding. Nostalgiya. Hoy insonlar. O'g'lim orzu bilan qorin to'ymaydi. Qornim to'yishi shart emas. Bekzod bobo qora to'yning xavfliroqmi yoki Agar rostdan ham Xudoga tavakkaling bo'lsa, harakat qilasan. O'rtoqlar, bugun men Humo arenada. Meni ismim Firdavs. Qashqadaryoga olib boray. Go'sht yeymiz. Men go'sht yeyman. Nima yeysiz? Chal bo'ldi. Qozog'iston osmonidan noma'lum uchar obyektlar ko'rindi. Rudniy shahrida yashovchi erkak osmonda paydo bo'lgan noma'lum obyektlarni videoga olib, ijtimoiy Yaxshimisiz? Instagramda yozishgan bola sizmisiz? Da, men bo'laman. Qani bitta aylaningchi? Boshqoqda! Agar sayyoramiz golf to'pi o'lchamigacha siqilsa-chi? Qora tuynuk paydo bo'ladi. Einstein tenglamasiga ko'ra har qanday jismni shunchalik kuchli siqish mumkinki, keyin tortishish kuchi uni mikroskopik nuqtaga aylantirib yuboradi. Ya'ni u o'z ichiga kirib ketgandek bo'ladi. Bu fazo vaqtda haqiqiy teshik hosil qiladi. Bu nuqtada cheksiz kichik hajmda cheksiz katta zichlik va hatto yorug'lik ham qochib qutula olmaydigan tortishish kuchi paydo bo'ladi. Ilmiy tilda bu teshik singulyarlik deyiladi. Cristiano Ronaldo'ni kecha ko'rdingizmi? U yana bir bor finalni endi o'nlab Allohga tavakkul. nima gap Satnam? Shar tomondan tsunami kelyapti. Samolyot kelmadi. Bizni olib ketishdi. BMW shouga start berdim. Shaharni Agar shu yoshgacha nimaga erishding deb savol. Bu 45 soniyalik tajriba hayotingizga bo'lgan qarashingiz. Yangi divan. Simba. Simba. İşte bana ki. Vay askine okulamasam de. Ne mi kanun tinçlik mi? Get ready with us عشان نروح. Bu klientimizga mana mana shunaqa. O'sman sizlarga hozir 2 metr. Raise my hand. Okay, sure. Esing. Allohga qasam biz hech qaysi do'st birodarlarni Pul qayerga ketdi? Buni nimaligini tushunyapsanmi? Viking Hypersport 3 million 400 ming dollar turadi. 4 soniyadan kamroq vaqtda qo'zg'aladi. Ular butun dunyoda 7 tagina, mana bu tentak esa uni tom tagida saqlayapti. Qafasga qamalgan tulpor eng qayg'uli manzara bo'lsa kerak. Bolalikka barislik. Bu degan joydan nima sep bo'lmaydi. Telefonli pechenka. Alo. Bu ish qilmasam lekin bo'lmaydi. Sizlar ham shunaqa ekanmisizlar? Bambuk pechenye. Oke, shoshmay boya ketib qoldingiz. Birinchi millioningizni topish uchun nima qilgansiz, oke? bankda kredit olgan. Oke, qayerda o'qigansiz o'zi? Narxozda. Yoshlarga bitta motivatsiya bering. Motivatsiya menda olmaylar. Voy, oke, bunaqa mashina minish uchun nima ish qilish kerak? Yandex shahri. Okey, Yandex Gul biznesini qilish kerak ekanda o'zi. Bugun gullar
Video ostiga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Albatta obuna bo'ling.